Hech narsani his qilmayman. Hech narsa. O'lik. Bo'sh. Men sizdan to'yganman. Do'stlarim uchun do'st emasman. Men hech kim emasman. Do'stim, sen nima qilyapsan? Axir eng zo'ri bo'laman degan eding-ku, lekin harakatingdan bu bilinmayapti. Bunday odamga o'xshamayapsan. Kech uyg'onasan, kech uxlaysan. O'qimaysan, mashq qilmaysan. Dangasalik qilyapsan. Ertaga erisha olmasang hech kim afsus ham chekmaydi. Agar nimaga loyiq ekanligingni bilsang, shunga munosib bo'l. Ammo zarbalarga dosh berishni ham o'rgan. Barmog'ing bilan kimnidir ko'rsatib, menga yomonlik qilgani uchun shunday bo'ldi deb birovni ayblayverma. Bu zaiflarning ishi, lekin sen zaif emassan. Bunday bo'lishing ham mumkin emas. Xuddi hamma kabi sen g'alaba qozonish yo'lini o'rganmoqchisan. Lekin yutqazish yo'lini hech qachon qabul qilmoqchi emassan. Mag'lubiyatni qabul qilish, o'lishni o'rganish, o'lim qo'rquvidan ozod bo'lish. Demak, ertangi tong kelganda sen orzularing asridan xalos bo'lib, o'lish san'atini o'rganishni boshlashing kerak. Hech narsa tekin emas. Intizom bo'lmasa natija yo'q. Qiyinchilik bo'lmasa tajriba yo'q. Ishonch bo'lmasa do'stlik yo'q. Sadoqat bo'lmasa sevgi yo'q. Tavakkal bo'lmasa mukofot yo'q. Taslim bo'l. Hech qachon. Hammasi men xohlaganimda tamom bo'ladi. Ba'zi hodisalar oldingizni o'zgartiradigan darajada dahshatli bo'ladi. Ichingdagi muhim seni qo'llab turgan bo'ladi. Har doim agar do'zax borligiga ishonsang ham biz unga hukm qilinib bo'lganmiz. Lekin u yerga tushmaguncha taslim bo'lmayman. Meni hech kim to'xtata olmaydi. Soatni qancha siqsang ham vaqtni to'xtata olmaysan. Qo'rqmaslik kerak. Balki hali hammasini uddalasin. Og'riq zonasiga xush kelibsan. Biz yashayotganiga. Senda og'riqqa bo'lgan sevgi yo'q. Boylik og'riqlarga chidamlilikdan keladi. Shunchaki jim bo'l va bu og'riqdan zavqlanishimga ruxsat ber. Jin-urgur harakatdan to'xtama. Harakatga qaytish vaqti keldi. Og'riq zonasiga xush kelibsan. Biz yashayotganiga. Senda og'riqqa bo'lgan sevgi yo'q. Boylik og'riqlarga chidamlilikdan keladi. Shunchaki jim bo'l va bu og'riqdan zavqlanishimga ruxsat ber. Jin-urgur harakatdan to'xtama. Harakatga qaytish vaqti keldi. Voqea deb o'ylayverishsin. Vaqtdek kishi emas deb o'ylashsin. Ishdan voz kechdi deyishsin. Qo'llarini bellariga qo'yib, ey malol yuraverishsin. Bizni vaqtimiz o'sha payt keladi. Qo'yimgajon, hayotimiz ham mana shu suvga o'xshaydi. Agar harakat qilmasang, cho'kib ketasan. Hech kimdan yordam kutma. Bu hayotda faqat kuchlilar yashaydi. Bozorda pista chaqib, aroq ichib, bekoshlar bilan yoqalashib yurganimdan ko'ra shu yaxshi. Brat ishga deb tilida sayraysizlar. Lekin ichinglarda bo'lsa, menga nima, o'lib ketavermaydimi deysizlar. Sen kuchlisan. Chunki senga yetishmaydigan narsa bu nafrat. O'ldir meni. Sen hatto o'ldirishimga ham arzimaysan. Agar meni o'ldirishni xohlasang, nafratlansen, ichingda qasos o'ti yonadi. Faqat shundagina bu xatarli dunyoda jon saqlab qolishing mumkin. Qoch va hech narsaga arzimaydigan umringni yasha. Yaxshi kelasiz. O'g'il bola sayraydi. Erkak amal qiladi. O'g'il bola o'ynaydi. Erkak esa quradi. O'g'il bola kuchni xohlaydi. Erkak esa unga mehnat qilib erishadi. O'g'il bola hurmatni talab qiladi. Erkak esa uni qozonadi. O'g'il bola og'riqdan qo'rqadi. Erkak esa unga chidab, uni maqsadga va foydaga aylantiradi. O'g'il bola moddiy narsani izlaydi. Erkak esa nomoddiy narsani qidiradi. Qadriyat, sharaf, maqsad, ma'naviyat va osoyishtalik. Erkak bo'ling.
mag'lub bo'libsan. Unday emas. Yo'q, unday qilmayman. Oxirigacha kurashaman. Yiqilgan paytingda ko'rmagan narsalaringni ko'rasan. Bu yiqilish haqida emas, bu qoqilib, sudralib yetib borish haqida. Yetib borish uchun bu eng to'g'ri yo'l. Yiqilganda Iblisni ko'rdim. Nima ma'qul deb o'ylaysan? Maxluqdek yashashmi yo insondek o'limmi? Bo'lganingizda qaniydi? Kulrang hayotingda bardam bo'l. ishlashim kerak. Chunki bilaman, o'zgarishga majburman. Sen hayotingni o'zgartirasan, men esa shu la'nati dunyoni o'zgartiraman. Yigitni pul uchun kamsitma, chunki ertaga qayerda bo'lishini bilmaysan. Endi qayerda ekanimizga yo'qaman. Shunchaki jim turish bilan bu hayotda ko'plab muammolardan qochish mumkin. Sabr bilan uzoqqa bora olmaysan. Ishonch degan narsalar bor. Eshitganmisiz? Ishonch deysanmi? Har doim shunaqa bo'ladi. Kimdir kelib senga ishonchdan og'iz ko'pirtiradi, sen gapiga ishonasan. Keyin ortingga o'girilib qarasang, u yoqda boshqa odam peshonangga qurol o'qtalib turgan bo'ladi. Bilasanmi? Ba'zida buyuklikka erishish uchun o'zingni biror qismingni qanchalik og'riqli bo'lmasin, qurbon qilishing kerak. Bu jasorat talab qiladi. Men shunga qoyil qolaman. Endi kim bo'lasan? Omadsiz bo'lmoqchimisan? Frank omadli bo'lishi mumkin, lekin dushmanlaring ko'p bo'lishi tayin. Yoki omadsiz bo'lib, bir talay do'stlaring bo'lishi mumkin. Har bir odam o'ziga hayot yo'lini o'zi tanlaydi. Erkak degan so'z bu shunchaki jins emas. Bu yuk. Bu men javobgarman degan qasam. Bu men hozir yiqilsam ham ertaga yana qayta tura olaman degan qat'iyat. Ha, erkak charchaydi, lekin nolimaydi. Erkak yiqiladi, lekin uzr so'ramaydi. Yechim topadi. Erkak yutqazadi, ammo hech qachon taslim bo'lmaydi. Erkak boshqalarni asrash uchun o'z yuragini bo'ysundira oladi. Ko'zida yosh bo'lsa ham hammasi yaxshi bo'ladi deb boshqalarga tayanch bo'la oladi. Tushuntira oldimmi? Ertaga. Yo'q bugun. Eshitdingmi? Erta yo'q. Hozir yo bo'lmasa hech qachon. Optimist bo'l. Ko'p odamlar birinchi yo'qotishning o'zida taslim bo'lishadi, lekin sen imkoniyatni kutishing kerak. Ba'zan omad keladi, ba'zan kelmaydi. Mag'lub bo'lganda qochish kerak emas. Yig'loq bo'lma. Yig'loqlar hech kimga yoqmaydi. 10 yilni kutma. 10 daqiqani ham. Hattoki 10 soniyani ham. Boshlash payti hozir. 6 oydan so'ng bundan xursand bo'lasiz. Cho'qqida ko'rishguncha. Yo'qsa shubhasiz murdaga aylanasan. Sen bo'lsang hech kimga quloq solmaysan. Qo'rqishing bilan uchdaysan, teskarisini qilding. Tuzolmaydigan nuqsonim bor, tushunarlimi? Shuning uchun bor kuchim bilan ucha olmayman. Bilib qo'y, dunyo mo'jizalar mamlakati emas. Agar bir marta zaiflik qilsang, seni shunday kuch bilan uloqtirib yuboradiki, qaytib o'rningdan tura olmaysan. Sen ham, men ham, dunyodagi odamlar ham hayot bergan zarbaga chidolmaydi. Hech qachon hech kimga zaifligimni ko'rsatmayman. Ikkinchisi-chi, agar hamma seni ayyor va shafqatsiz deb hisoblasa, unda boshqacha bo'la olmaysan. Afsus. O'zingizga ishoning. Mag'lubiyatdan qo'rqmang, yiqilishdan qo'rqmang. Sabr qiling. Katta orzular qiling. Tinimsiz mehnat qiling. Har doim ijobiy bo'ling va bosib o'tgan yo'lingizdan zavqlaning. Yo'qotadigan hech narsasi bo'lmagan odamdan nima yuta olasizlar? Tanishlarinmay qaytdingmi deb so'rashadi. Aniq javobim yo'q edi. Hozir esa bor. Qaytganga o'xshayman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Menga baribir hammasini tinchitaman. Bitta qoldirmayman. Yo otasan, yo otilasan. Otsang, orqangdagilar ko'payadi. Hamma sendan qo'rqadi. Bir kun kelib otilsang, orqangda hech kim qolmaydi. Klubga xush kelibsiz. Qat'iyat. Dunyoda hech narsa qat'iyat o'rnini bosa olmaydi. Na qobiliyat. Axir atrofga qarang. Qobiliyatli ammo muvaffaqiyatga erisha olmagan odamlar qancha? Na daholik. Axir daho odamlar ko'p, lekin kim ularni qadriga yetyapti? Na ta'lim. Axir bu dunyo diplomli ahmoqlarga to'la. Faqat qat'iyat va matonatgina tog'larni talqon qilishda sizga ko'makdosh bo'lajak. Qat'iyat. Dunyoda hech narsa qat'iyat o'rnini bosa olmaydi. Na qobiliyat. Axir atrofga qarang. Qobiliyatli ammo muvaffaqiyatga erisha olmagan odamlar qancha? Na daholik.
Axir daho odamlar ko'p, lekin kim ularni qadriga yetyapti? Na ta'lim. Axir bu dunyo diplomli ahmoqlarga to'la. Faqat qat'iyat va matonatgina tog'larni talqon qilishda sizga ko'makdosh bo'lajak. Hamma seni taslim bo'lishingni qo'ydi. Bu yo'l juda mashaqqatli deydi. Haqiqat nimada? Hammasi oddiy. Siz o'ylagandan ham oson va siz ham buni tushunib yetasiz. Istasangiz sinab ko'ring. Hamisha shunday bo'lgan. Men xato qilmayman. Men sizdek oddiy odam emasman. Men kuchliroqman, aqlliroqman. Men yaxshiroqman. Men sizdan zo'rroqman. Aytingchi, qirol kim ekanligini bilasizmi? Qo'limni siltasam nima bo'lishini-chi? Yo'q, hech kim taxtimni egallamaydi. Chunki o'sha taxtni o'zi menman. Men qirolman. U yo'q odamlar bilan gaplashadi. Yumshoq bo'lib qolgansan. Yumshoq va ojiz. Barini yakson qilamiz, tamom. Mana bu ola faqat sen va men. Nega? Chunki qo'limizdan keladi. Qo'limizdan keladimi demak qilamiz. Agar tovonimizni ularni bo'ynidan ko'tarsak, ular bizga hujum qiladi. Hammangiz olib ketishingiz kerak. Nahot odamlarni yomon ko'rmang. Kechirim ham so'raman. Hech qachon klubga yaxshi kelibsiz. U yo'q odamlar bilan gaplashadi. Yumshoq bo'lib qolgansan. Yumshoq va ojiz. Barini yakson qilamiz, tamom. Mana bu ola faqat sen va men. Nega? Chunki qo'limizdan keladi. Qo'limizdan keladimi demak qilamiz. Agar tovonimizni ularni bo'ynidan ko'tarsak, ular bizga hujum qiladi. Hammangiz olib ketishingiz kerak. Nahot odamlarni yomon ko'rmang. Kechirim ham so'raman. Hech qachon klubga yaxshi kelibsiz. O'zimdan uyalib ketaman. Agar kuchli bo'lganimda, agar haddan tashqari kuchli bo'lsang, har qanday vaziyatda ustunlikka ega bo'lasan. Agar kuchsiz bo'lsang, kuchlilar atrofida qo'rquvdan titroq va nochor turishdan tashqari hech narsa qila olmaysan. Zaif bo'lsang, mensimaydi ham. Sen aqlli bo'lishing, kreativ bo'lishing, e'tiborli bo'lishing mumkin. Lekin kuchli bilan duch kelganingda hech qaysisi senga yordam bermaydi. Hech kimga mehribonlik kerak emas. Aynan shuning uchun ham kuchliroq bo'lish uchun shu yerga keldim.